Opajon, mana gullarimiz tayyor bo'ldi. Bu siz shogirdlaringiz uchun o'zingiz tarqattirgan gullaringiz. Mana bu gulim esa uchala farzandimni ham o'sha boya bilan birgalikda dunyoga keltirishga sabab bo'lganingiz uchun siz uchun sovg'a bu gulimiz. Rahmat, baraka toping. Mayli qizim, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'lishlaring, omad. Hamma doyalar tabriklayman, sog' bo'linglar. Rahmat. Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Tabriklaymiz. Yaxshi Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun 5-may doyijonlar kuni. Barcha doyijonlarni tabriklayman. Men ertalabdan o'zimizning Beshrobotdagi Mubina gul do'koniga borib, barcha doya va patronaj doyijonlarimga ajoyib bir-biridan chiroyli gullarni xarid qildim. Shu o'rinda aytib o'tay, gulchi qiz mendan opajon, qanaqa tadbiringiz bor deb so'rab qoldi. Men bugungi doyijonlar kunini aytdim. Shunda gulchi qizimiz, opajon, sizlar shogirdlaringizga olgan bo'lsangizlar, men sizga o'zim nomimdan va farzandlarim nomidan deb menga biram chiroyli atagullarni taxlab berdilar. To'g'risini aytsam, biram xursand bo'ldim. Ikkita do'xtirim va men gullarni qizlarga har qaysiga xonama-xona yurib tabriklab chiqdik. Ertalabdan qizlarimizning kayfiyatlari zo'r bo'ldi va maza qilib ishladilar. Albatta shu o'rinda aytib o'tay, zalimizda gavjum homiladorlarimiz bor edi. Ular ham har qaysimizni tabriklab, hammamizni kayfiyatimizni yanada ko'tardilar. Meni ko'rib turgan hamkasblarim, barcha doyijonlar, sizlarni ham bugungi doyijonlar kuni bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga kuch-quvvat, ishlaringizga omad tilayman. Dunyodagi jamiki homiladorlarimiz, ona bolalarimiz tinch, omon bo'lsinlar. Albatta onalarimiz, bolajonlarimiz tinch bo'lsa, biz tinch bo'lamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda so'zimni tugataman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ha aytgancha, podpiska bosib, yurakchani bosib, layklarni bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.